Assalomu alaykum, hurmatli kanalimizdan tomosha qilib borayotgan tomoshabinlar, xonanda ishg'ollari. Jo'jalarimizga bugun 22-kun. O'sish jarayoni yaxshi. Pateriya bo'lgan yo'q. Даже mana bu yerda ikkita kichkinachalar bor, ular ham даже harakat qilib suvni ichish vaqtida yeb lekin o'smay qoladi, mana bunday bo'lib, mana qaranglar, mana ichida bitta ikkitasi kichkina bo'ladi. Bularga hozir tuxum berganimiz hisobiga bular intilyapti-da, mana qaranglar. Xuddi boyagi tuxum beryapti degan bashara qilib turib, boyagi jo'jalarimiz intilyapti. Hozir bularga berayotgan yem mo'zimasilar, qanaqa yemlar berayman, shuni ko'rsatib o'tmoqchiman. O'ziga yarasha o'zini sekretlari bo'ladi. Jo'ja boqishda ham boyaga pateriya qilmayman, o'ldirmayman desalaring agar o'zini yemlari bo'ladi. Hozir men sizlarga ko'rsatib o'tmoqchiman. Hozir bitta mana karmushkasida pashti yemlar bo'shab qolgan. Qanaqangi yemlar desalaring hozir men sizlarga bitta idishda olib borib shunga solib ko'rsataman hozir. Mana shu idishi. Shunga hozir olib borib solib ko'rsataman. Hurmatli obunachilar, mana bunimiz makkashoh. Bunisi hozir bu yerda makkani maydalangani bor, bug'doyni maydalangani, arpani maydalangani. Uchalasi aralash. Keyinsiga bu yerda mana jadin degan yemimiz bor. Bunda endi как положено 15 xil, 16 xilga yaqin vitaminlar. Hozir endi qanday qilib beraman shuni ko'rsatib o'tmoqchiman. Bu idishimizga 3 litr deb qo'ygan. Atay bunga где-то 2 kilo, 2,5 kiloga yaqin yem sig'adi. Mayli tugagandan keyin ertadan solib qo'yaman. 2 kunda tugaydi-da, 2 kunda tugatadi. Endi men bunday qilib solaman, qaranglar. So'chi mana bitta bundan soldimmi? Jadin yemdan 1 oy davomida beraman. Hozir mana bitta bundan solsam, bitta bunisidan solaman. Keyinsiga yarimroq bundan solamiz. Yarim bundan solib, yarim yana bunisidan solamiz. Mana ko'rdilaringmi? Mana to'ldi. Endi buni to'lgandan keyin olib borib beramiz. Hozir bu yerda mana suvlarni ham ko'rsataman, hozir qanday qilib qo'shishdi. Hozir mana postoy idishda ishtima yo'q. Idish postoy. Bu yerda hozir mana chiktonik degan vitaminimiz. Srok godnesi 2 yilgacha bo'ladi bundan. Hozir bu yaqinda olganman. Faqat yozuvi yo'q. Yo chiktoni yo gamotoni bersalaring bo'laveradi. Hozir endi mana ikkita idishda ham xuddi mana shunga o'xshab to'ldirib kelamiz. Hozir mana ko'rinib turishi. Hozir buni ham to'ldiramiz. Mana hurmatli obunachilar, bunimizni ham xuddi shunday qilib to'ldirib keldik. Hozir uchalasi bir xil bo'ldi mana ko'rinishi. Boyaga jadindan, makkashohdan, keyin yana jadin, makkashoh shunday qilib aralashtirib beramiz. Keyin faqirda toza suv, toza suvdan. Обязательно toza bo'lishi kerak suv. Toza suvdan solamiz endi. Bu idishimiz 1 litrlik idish. 1 litrlik idishga to'la qilamiz. Keyinsiga bankamiz 2 litrlik. Jo'jalar toza intilyapti yemga. Chunki jo'jalarda yemi qolmasa, suvi qolmasa, mana shunday bo'lib intilaveradi-da. Hozir endi chiktonik vitaminimizni ochamiz.
Jonli vitaminni ochib turib. Mana qaranglar. Mana shpritsimiz 5 grammgacha. Endi bunga 1 gram olamiz. 1 gram olib, hozir 2 gram olaylik. Qaranglar, 2 gram oldim. 2 gramni bankaga qo'shamiz hozir. Banka oppoq, hozir mana sarg'ayadi hozir, qaranglar. Chiqdi vitaminni ko'rinishi mana shunday bo'lib qoladi. Agarda sizlar ham xuddi mana 1 litr suvga 1 gramdan qo'shiladi. 2 litr bo'ladigan bo'lsa 2 gram qo'shib berasizlar. Mana sarg'aydi. Mana bu yog'idagi oq bu sarg'aydi mana. Hozir endi nargisiga qo'shamiz hozir. Ha, 2 gram oldik. 1 gramini bunisiga qo'shamiz. Chunki 1 litr suv, 1 litr suvga 1 gram qo'shiladi. Ha, bunisiga 1 litrga 1 gram. Endi buni ham yaxshilab chayqab olamiz hozir. Va shprits bilan tortib 1-2 urib olsak. Xudo xolasa mana suvlarimiz tayyor bo'ldi. Endi bularni krishkasini yopamiz. Mana krishkasini yopib turib, suv tayyorda aralashtirib tayyor qilib, iloji boricha jo'jalarimizni chanqatib yersalaring vitamin suvni bir xil jo'jalar ichmay qo'yadi. Agar chanqatib beradigan bo'lsalaring, jo'jalar yaxshi ichadi. Bir xil jo'jalar boyagi dorini 1-2 ichadi, shu bilan ichmay qo'yadi. Yoqtirmaydi. Agarda sizlar chanqatib beradigan bo'lsalaring, noilojiga ular ichadi. Hozir endi buni yopib turib, xudo xolasa jo'jalarimizga beramiz. Endi jo'jalarimizga suvni oldiga qo'yamiz. Ana suvni oldiga qo'ydik. Mana ichishini qaranglar endi. Chanqatib bersa boyaga jo'jalar suv tanlamaydi. Vitamini bilan bemalol ichib olaveradi. Yemini bu yerga qo'yamiz. Sal uzoqroq qilib suvini yerga qo'yamiz. Shunday qilib xudo xolasa boqilsa jo'jalarda o'lish soni kamayadi. Hozir endi tepadagilarga beramiz hozir. Jo'jalarimiz sekin pastga tushyapti. Ochib ketdi mana o'zi. Mana qaranglar, bular ham chanqagan. Chanqatib bersalaring, xudo xolasa luboy jo'jalar boyagi suvda atkaz qiladigan jo'jalar ham suvda atkaz qilmay ichadi. Mana shu ko'rinishda boqilyapti. Jo'jalarimiz xudoga shukr o'lgan yo'q. Hammasi yaxshi o'syapti. O'sish bugun 22 kunlik bo'ldi. O'sishiga gap yo'q. Hozir mana bunisini ham qo'yamiz. Jo'jalarimiz hammasi sog'lom. Mana hozir bu yerda hozir 40 tadan opshi 120 shtuk bor. Bular ham sotiladi. Navoda olmoqchi bo'lsalaring, Qirg'izistonning ichida bo'lsa sotamiz. Narxi 120 so'mdan. Jo'jalarimiz aralash, adler joydori aralash. Qaranglar, suvni ichishini chanqatib berishinglar iloji boricha boyagi chiqtonlikni, vitaminligini bular o'zlari his qiladi jo'jalar. Shundan keyin bakteriya kam bo'ladi. Oddiy suvdan misol uchun 10 kun berib 10 kundan keyin
iloji boricha 1-2 kun 3 kunga chikdonlik suvidan berish kerak. Hammanglarga xayr, sog' bo'linglar, omon bo'linglar, kanaldan uzoqlashmanglar.